Alloh bandasiga har bir holatni bildirib turar ekan, lekin ayrim hollarda bandasini ilm va bilimi yetmasligi sabab bu bildirishlarni bitta belgini o'zida tushunolmay o'tkazib yuborar ekan. Qanday qilib deysizmi? Alloh belgini bandasiga avval silab tushuntirish berar ekan. Bu demakki, oldin sekin ohistalik bilan bandasini erkalab, "Ey bandam, mani tushun, eshit, men oldingdaman, o't shu vaziyatdan, senga belgisini beryapman" deb bildirar ekan. Ilmi bor inson bir lahzani o'zidayoq qalbiga quloq solib, osonlik bilan o'tar ekan, lekin o'tolmaydigan banda buni umuman tushunmas ekan. Keyin turtib tushuntirar ekan. "Ey bandam, senga bildirdim shuni, qil, taslim bo'l, rozi bo'l, yaxshiliklar olasan" deb. Lekin afsuski bandasi yana oddiy holatdek tushunmasdan o'tib ketar ekan. Keyingi tushuntirishi sal og'riqliroq bo'lar ekan va unda bandasini itarib olib tushuntirar ekan. "Ey bandam, senga bildirmoqman, lekin sen harakat qilmayapsan. Bundan keyingisi joningdan o'tadigan darajada juda ham og'riqli bo'lishi mumkin. Ko'zingni vaqtida och." Mana shunda ba'zi holatlarda bandasi Allohni turtganini tushunar ekan, harakatga tushib qolar ekan. Lekin shunday bandalari bor ekanki, shuncha belgilari bilan ogohlantirishlar berganda ham kibrga berilib, "Men o'zim bilaman" deb bandaligini unutib qo'yganligi eng oxirgi bosqichgacha borar ekan. "Men seni shuncha erkalab, ozginadan dilingni og'ritmaslik uchun yumshoqlik bilan tushuntirgan belgilarimni tushunmading. Ey bandai gumroh, mana endi eng og'riqlisi bilan tushuntiraman" deb Alloh bandasini birato'la otib yuborar ekan. Bu otib yuborishi judayam yomon ekanki, inson o'rnidan turolmay, butunlay o'zidan ham kechvorgisi kelar ekan. Bu vaziyatdagi banda eng ayanchli holat ichida ko'milib ketar ekan va umrbod shu yurishi bilan tirik murdadek yashab o'tar ekan. Lekin agar ilm olib o'z ustida ishlasagina hayotiga nur kirita olar ekan. Azizlar, bu satrlarni sizlarga o'qib bilganlarimdan parchasiginani so'zlab berdim xolos. Yaratganni belgilarini bilib, sezib, uni hukmida qalbimiz bilan Allohni erkalab so'zlashlarini his qilib eshitishimizni hammamizga nasibu ro'zi aylasin.